Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bizlarni internet tarmoqlari kuzatuvchilarimiz mana bugun Sasna yog'och eshiklarimizda laklangan holatdagi eshik romlar bilan kelib buni Andijon viloyati Shahrixon tumaniga, Sharxon deb qo'yamiz. Internet orqali olgan ishlarimiz bo'lmasdan davom etdik. Romlarimiz 165 lik 2 metrli, joylari katta, 3 ko'zli bo'lgan. Eshiklarimiz 120 lik 230 ga. Yopiq holatda sif fasonda bularda eng yaxshi turistik laklardan kelamiz. Bu yerga 4 ta eshik, 5 ta deraza kelib o'rnatganmiz. Holatlarni ko'ra olsa, xohlasa, hammasi joyida. Yopiq tomon ko'rishlari kelajakda ochilgan aynaklari oq germetlangan. Bozlarimiz 9 likka bo'lgan. Eshiklarimiz mana ikki tomon holatda joyiga точно cholg'ida tushgan. Zamonlarimiz turetskiy eng yaxshi zamonlaridan osha-moshalari. Nikel super. Xitoy yaxshi osha-moshalaridan. Qalin yog'ochlaridan. Kesaklarimiz 13, narsalarimiz 12 lik. Zakaz bitmoqchi bo'lgan. Kalva kanizlari bor. Romlarimiz kecha-kechadan ochilgan. Bu yerga ikkita rom o'sgan darvozaxonaga. Bularimiz 1.40 ga 2 metrli. O'rtadan ochilgan ko'zlari bu yoqqa verandamiz. Eshigimiz 3 rom 3,5 metrga 1.70 holatda. Ichkariga teshigimiz bu. Yamut to'sh holatda kalva kanizlari bilan verandamiz ikkita ko'z ochilgan. Oynani solish jarayoni davom etyapti. Kvadratlarni 1.100.000 so'mdan lak, osha-mosha, zamak oynalarni olib kelib o'rnash xizmatlari bilan tayyorlab berdik. Andijon viloyati Shahrixon tumaniga. Otiga ishlar ishlashlari zo'r bo'lsa, ko'zsiz, davrizon, qalin, yaxshi yog'ochlardan. Holatlarini ko'rib baho bera olsa, imkon qadar ko'zsiz. Shunaqa yog'och eshik romlar, MDF, akfalarga aloqa chiqa olasizlar. Andijon viloyati Buloqboshi tumani Abdulla Usta telefon raqamimiz 90 623 31 Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Xudo xohlasa aytgan dizayn fasonlarda qilib tayyorlab bera oladi. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.